Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotganingiz do'stlar, barchalaringga alangalik salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringga alangalik salom do'stlar. Sizlar ko'rib turganlaringdek, Namangan viloyati Pop tumanining Chartoq qishlog'idamiz do'stlar. Mana bu yerdan poyezd, yani yuk poyezdi ekan, yuk poyezd o'tarkan bu tarafdan. Ko'rib turganlaringdek, Grujonni hammasi endi. Bu yerda neft gazi bor xabarlaymiz Pop tumanida. Mana o'sha most ko'prikning ostidan o'tadigan yo'l tepamizda poyezd o'tyapti. Mana sizlarga eshitilib turgandek ovozi. Tepamizda poyezd o'tyapti. Assalomu alaykum. Mana shunday ko'chalar do'stlar, ko'ryapsizlar. Manzaraga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu yerdan soy oqib keladi mana. Bu shu tepadan oqib kelayotgan soy bu. Soyning oqishini ko'ryapsizlar do'stlar mana.